Hazreti İsa şagirdlariga mundaq dedi. Bir boyning bir xo'jadori bor ekan. Birisi boyga, "Bu xo'jadoringiz mol-mulkingizni buzib choshdi" deb shikoyat qildi. Boy xo'jadorni chaqirib uningga, "Mening anglaganlarim qandoq gap? Endi xizmatdan bo'shatilasan. Hisob kitobni topshir" debdi. Yilqi xo'jador kishida, "Xo'jayinim meni xizmatdan bo'shativatsa, bundan keyin qandoq qilarman? Etizda ishlashga kuchim yo'q. Tilamchilik qilay desam, nomus qilaman. Ha, rost. Ishsiz qolgan vaqtimda kishilarning meni uylarida turg'izishi uchun qandoq qilish kerakligini bilaman" deb o'ylabdi. Shuning bilan u xo'jayiniga qarzdorlarni bir-birlab chaqirib kelib, birinchisidan "Xo'jayinimga qanchalik qarz bo'lding?" deb so'rabdi. 100 ton zaytun yig'i deb javob beribdi u. Xo'jador, "Mana bu sening hisobot daftaring. Darhol o'ltirib 50 ga o'zgartib et" debdi. U yana biridan, "Sen-chu, qanchalik qarz bo'lding?" deb so'rabdi. "1000 tag'a bug'doy" deb javob beribdi u. Xo'jador uningga, "Mana bu sening hisobot daftaring. 800 ga o'zgartib et" debdi. Boy bu ishni bilgandan keyin bu samimiyatsiz xo'jadorining zirakligiga qoyil bo'ldi. Chunki u o'z kelgusini o'ylab tayyorlik qilgan ekan. Darvaqa bu dunyoning imonsiz odamlari o'z manfaatiga kelganda Xudoning yo'qligida yashaydigan odamlardan zirak. Shunga o'z boylig'inglar bilan yordamga muhtoj bo'lganlarga yordam berib, ularni do'st tutinglar. Unda qilsanglar, boylik tugaganda boqi dunyoda kutivilsizlar. Kichik ishlarda ishonchli bo'lgan kishi cho'ng ishlardimi ishonchli bo'ladi. Kichik ishlarda ishonchsiz bo'lgan kishi cho'ng ishlardimi ishonchsiz bo'ladi. Agar sizlar bu dunyodagi boyliqlarni bir taraf qilishda samimiyatsiz bo'lsanglar, Xudo qandoqmi jannatdagi haqiqiy boyliqni sizlarga ato qilsin. Agar sizlar boshqalarning narsalariga qara sonsanglar, o'z nesiminglarni sizlarga kim bersin? Ikki xo'jayinga xizmat qila oladigan hech qanday chakar yo'q. U yoki buni yomon ko'rib, uni yaxshi ko'radi. Yoki buningga e'tibor berib, uningga sal qaraydi. Shuningga o'xshash, sizlarning bir vaqtda ham Xudoning, ham mol dunyoning quli bo'lishinglar mumkin emas. Bu so'zlarni anglagan pulga amroq parislar Hazreti İsa'ni masxara qilishdi. Hazreti İsa ularga mundaq dedi: "Sizlar kishilarning oldida o'zinglarni oliyjanob qilib ko'rsatsizlar. Lekin Xudo ko'nglinglarni yaxshi biladi. İnsanlarning qadrlaydigini Xudoning nazarida yirkinchlikdir. Yahyo payg'ambarning zamonigacha Tavrat qonuni va payg'ambarlarning ta'limotlari sizlarga yetakchi edi. Biroq Yahyo kelgandan beri Xudoning podshohligi to'g'risidagi xush xabar taqalmoqda va nurg'un odam tirmishib uningga kirmoqda. Holbuki bu Tavrat qonuni inovatsiz deganlik emas. Aksicha, osmon zemin yo'qolsa-mu, Tavrat qonunining bir chekitimi bekor qilinmaydi" dedi. Hazreti İsa yana ayolini taloq qilib, boshqa birini amriga olgan kishi zina qilgan bo'ladi. Taloq qilingan ayolni amriga ilishmi zina qilganlik bo'ladi dedi. Hazreti İsa mundaq dedi: "Burunlarda doim hashamatli kiyimlarni kiyib,
aysh ishratlik turmush kechiradigan bir boy o'tgan ekan. Yana butun a'zoyini jarohat besib ketgan Lazar ismli bir tilamchimi boy ekan. Kishilar uni boyning dasturxonidan oshgan narsalarni terib yeb, jon boqsin deb, hamisha uni boyning eshik oldiga akilib qo'ydi ekan. U yerda yotganida hatto itlar kelib, uning yorilarini yalaydi ekan. Keyin bu tilamchi o'lib ketibdi. Farishtalar uni jannatga elib kirib, ajdodimiz Ibrohimning yeniga opiribdi. Uningdan keyin boymi o'lib, yerlikka qo'yilibdi. U yer ostida qattiq azob chekibdi. U beshini ko'tarib, yiroq bir joyda ajdodimiz Ibrohimni va uning yendiki Lazarni ko'rib, "Ey bovam İbrahim, bana rahim qilgaysan. Lazarni avatkaysan. U barmog'ining uchi bilan suv temitib, tilimni namdab qo'yg'ay. Chunki men bu o't yalqonining ichida intayin azoblanyapman" deb vaqirabdi. "Ey o'g'lim", debdi ajdodimiz İbrahim. "Hayot vaqtingda halovatni yetkichi ko'rding'u. Lazar bo'lsa hamma jafoni tatdi. Endi u bu yerda rohat ko'ryapti. Sen bo'lsang azoblanyapsan. Uning ustiga ikkimizning orasini tegi yo'q hang ayirib turdi. Shunga bu yerdan sen tug'an yerga berishmi mumkin emas. U yerdan bu yerga kelishmi mumkin emas." Boy mundaq debdi: "Ey bova, undaq bo'lsa, Lazarni otamning uyiga avatishingizni o'tinaman. U yerda mening 5 qirdishim bor. Ularning bu azob oqibatli yerga kelmasligi uchun ularni ogohlantirib qo'ysin. Qarindoshlarimga Musa va boshqa payg'ambarlarning ogohlantirilishlari bor. Ular shuni anglasin", debdi ajdodimiz İbrahim. "Ey bovam İbrahim", debdi boy. "Bu kupoyi qilmaydi. Ular bek tersa. Agar o'lgan bir odam tirilib, ularning oldiga borsa, ular tavba qilib to'g'ri yo'lga mang'atdi. Lekin ajdodimiz İbrahim uningga, ular Musa va boshqa payg'ambarning so'zini anglamasa, o'lgan odam tirilsimi, ishonmaydi", debdi.